Fransiya parlamenti 20 yanvar payshanba kuni Xitoyning Uyg'urlarga qarshi irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazayotganligini e'lon qildi. Fransiya Avam palatasiga o'qituvchi Sotsialistlar partiyasi tomonidan sunilgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi loyihasi birga qarshi 169 ovoz bilan ma'qullandi. Bu loyiha Fransiya hukumatini xalqaro jamiyatda va Xitoy bilan bo'lgan diplomatik munosabatlarda zarur bo'lgan tadbirlarni qo'llanib, irqiy qirg'inchilikni to'xtatishga da'vat qiladi. Yevropa parlamentini Xitoyning Hong Kong, Sharqi Turkiston va Tibetga kishilik huquq tafsandachiliklari sababli Beijing qishloq olimpikni boykot qilish loyihasini ma'qulladi. Bu loyihaga asosan Yevropa Ittifoqi komiteti, Yevropa Ittifoqi kengashi va Yevropa parlamentining amaldorlari, shundaqla a'zo davlatlarning hukumat amaldorlari va diplomatik vakillari Beijingda o'tkazilgan qishloq olimpik musobaqasiga qatnashmasligi kerak. Janubiy Xitoy dengizidagi talash-tortishlik rayonida Xitoy bilan Amerika o'rtasidagi yangi jiddiylik paydo bo'ldi. Xitoy armiyasi e'lon qilgan bayonotda Benfold nomli paroxodning ruxsatsiz holda Xitoy dengiz tavalligiga kirganligi bildirilgan va Amerikaning ig'vogarchilik harakatining og'ir oqibatlarini keltirib chiqarganligi o'tirib qo'yilgan. Amerika dengiz armiyasi bo'lsa, mazkur paroxodga hech qanday ogohlantirish berilmaganligini va paroxodning xalqaro qonunlarga asosan harakat qilayotganligini bayon qildi. Bayonotda mundaq deyildi: Amerika xalqaro qonunlarning ruxsati bilan har bir davlatning dengiz va havoda harakat qilish huquqini qo'g'daydi. Hindiston o'zining darajadan tashqari Berahmos chorlag'uchi boshqarilgan bombasining yangi nusxasini muvaffaqiyatli sinov qilganligini e'lon qildi. Hindistonning Berahmoputra daryosi va Rossiyaning Moskva daryosining ismi bilan atalgan Berahmos nomli boshqarilgan bombani ikki davlat birlikda tadqiq qilmoqda. Ovozdan 2.8 sasi tez bo'lgan bu boshqarilgan bombani havo, quruqlik va dengizdan qo'yib berishga bo'ladi. Rossiya, Xitoy va Eron Hind okeanida g'oyat zo'r manevr o'tkazishga tayyorlik qilmoqda. Eron yarim rasmiy xabar agentligi ISNA'ning xabar qilishicha, 3 davlatning dengiz armiyasi tashkillagan manevr bugun boshlandi ekan. Kanada tashqi ishlar ministri Melanie Jolie agar Rossiya Ukrainaga hujum qilsa, davlatining Amerika va Yevropa ittifoqining og'ir jazo yurgizishini qo'llaydiganligini aytdi. Kanada tashqi ishlar ministri Melanie Jolie Ukraina va Fransiyaning keyin ziyorati bo'lgan Belgiyaning poytaxti Brюsselda Yevropa ittifoqining tashqi munosabat va bexatarlik siyosati yuqori darajalik vakili Josep Borrell bilan ko'rishdi. Xitoyning yer sharini aylangan ilmiy ko'zlash sun'iy hamrohi Rossiyaning bultur boshqarilgan bomba bilan parchalayotgan sobiq axborot sun'iy hamrohning axlatlari bilan so'qilib ketish xavfiga duch kelgan. Xitoy davlatlik olam qatnashi idorasining bayonotida axlat parchalarining Xinhua ilm-fan sun'iy hamrohi bilan 14.15 metr yaqinlashganligi o'tirib qo'yilgan.